Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Jizzaxdamiz. Jizzax shahar dedi. Jizzax shahar qaret dedi. Jillig'ul mahallasi. Hozir bu yerda srochniy hovli sotilyapti. Ko'rsatib o'tamiz. Oluvchilar ekrandagi egasining nomeri. O'shanga aloqa chiqasiz, egasi narxini kelishasiz. Narxini ham aytib o'tamiz. Bu ko'chasi. Yon tarafda yerda o'zini, bu tarafda yer ham sotilyapti ekan, 30 ming dollar deyapti yerda o'zi. Bu tayyor bitgan uchastka. Sotig'ini arenterning joyini to'shni so'rayman egasidan. Sotig'ini ham aytib o'tamiz. Bu yerda gaz turbalari bor, gaz, suv hammasi bor. Tepa qismi shifr qilingan. Mana 3 ta deraza shuga qarashli. Buni ko'cha. Yonda qircha bor. Havo yaxshi. Havosi toza. Bu tomonlar mana ko'chasi. Bu tomonda yana qo'shgan ichaydigan suv kelyapti. Ichariga o'tkaziladi. Mana shu temir darvoza. Oluvchilar shu telefon qilasiz. Suv, gaz, svet hammasi bor, muammo yo'q. Shifr yangi qo'yilgan. Reklama xizmatimiz kim uy sotmoqchi bo'lsa 94lik 488 38 48 nomerga telefon qilasiz. O'zini sotib beramiz, reklama qilib chiroyli sotib beramiz. Like'larni bosamiz, kommentariy yozamiz, oluvchilar telefon qilamiz. Endi ichariga kiramiz. Mana bismillah. Ichkariga kiramiz. Tepa qismi. Aytib o'tganimizdek gaz turbalari kelgan, gaz bor, svet bor. Qo'ldan suv chiqadi. Yana suv kelyapti, yana ichimlik suvi. Agorodda mana gilozlar imigol daraxt ekilgan ekan, bu yog'i qizil to'q. Juda ham chiroyli. Suv tig'ini hozir so'raymiz. Egasi uydan chiqsa tomondan bir tushirib o'taylik. Yon atrofda uylar ko'p. Mana oldi taraf. Tepa qismida plastik qilasiz, darvozaxona plastik qilasiz. Ozgina agarotni bir tozalab bir cho'tki qilib ekinsiz bo'ladi. Ozgina uyning ichiga mehr bersangiz, kirib yashaysiz. Ichkarini ko'rsatib o'tamiz hozir. Agar chetda bo'lsangiz, Telegramdan aloqa chiqamiz. Telegram, WhatsApp nomerlar qo'yib o'taman. Shu yerda nomer hammasi bor. O'sha nomerga telefon qilib kelsangiz bo'ladi. Variant bu taraflarni telefonda, Telegram telefon qilib kelishaverasizlar. Bismillah deb endi ichkariga kiramiz. Tepadan ham chiroyli, havosi toza, gap bo'lishi mumkin emas. Mana oldingizda qir. Xohlagan payt mayafga chiqaverasiz mana. Akva eshik qo'yilgan. Endi ichkari kiramiz. Bismillah deb eshigi o'tsin deymanda. Hozir bir minut. Do'stlar, ichkari kiramiz. Kiraver suite. Mana ichkari kiramiz. Mana bu tarafda nabori remont bo'lgan, obay qilingan. Juda ham chiroyli. Kelasiz, kirib chiqib yashaysiz degan. ATP-nasi bor. Aylantirib tushiraylik. Endi navbatda xonasiga o'tamiz, keyingi xonasiga. Hozir toza. Endi bu tarafda xonasiga kiramiz. Mana bu tarafi ATP-nasi bor. Mana ishlaydi hammasi. Aytib o'tib, gazda muammo yo'q. Obay qilingan. Remontiga gap bo'lishi mumkin emas, cho'tki. Kelishsiz ayrim jihozlar qoladi ichida. Spalnisi bor ekan, spalnisi qoladi. Televizorda nima bo'lyapti? Sevimlida Alvido Erginam degan va'da film ekanmish. Kotik. Mushuk. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Unaqa dakamdan muammo bo'lmaydi. Dakamda joyida hammasi. Endi navbatda xonasiga o'tamiz. Tak, davom etamiz. Bu navbatdagi xonasi. Bu taraf
spalni xonasi ekan. Bu yoqda ham televizor. Tepelina qilingan. Bu yoqda ham kino bo'lyapti sevimli. Bu taraf ham obay qilingan. Bu kamina atxamus. Endi bu tarafda banyasimi deyman, banyasi hojatxona, banya kafe qilingan. Yani churutaylik atebelnasi bor. Kirmoshin bor. Kelsiz ayrimchi qizlar qoladi. Spalni qoladi. Короче, kelasiz kirib yashaysiz ekan. Navbatdagi bu xonasi, bu yoqda ikkita xonasi bor. Bu yoqda katta zal bor ekan, remont qilish kerak. Sotig'ini bu aytmagandik, sotig'i 6 sotiqli. Bu taraf bitta shu xonasi qolibdi, katta zal qolibdi, remont qilmagan. Bu tarafi mana obay qilingan, bu tarafi ham. Bu yoqda ham spalnis. Bu tarafda ham televizor. Короче, bitta xonasi qolibdi, remont bo'lmagan. Telefon nomeri, telefon qilasiz. Narxi kelganimizda narxi $60,000 kelishtiradi. Bir hovlini tushiraylik. Hovllarni temir tushiraylik. Shu rahmat qilmagay, kanalga obuna bo'lamiz, layklar bosib qo'yinglar, yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bismillah.